Pataloyda gipsokarton qilmoqchi bo'lsangiz qancha rasxod ketadi? Hisoblab beraman. Shu holatga kelishiga 70 ming so'm pul ketadi. Nimaga? Gipsokarton, reka, samarex usta xizmati 70 ming so'm bo'ladi. Bundan keyingi qilinadigan ishlar shpakilovka qilasiz. Shpakilovkadan keyin tabiiyki shkulka qilasiz. Undan keyingi ish emulsiya beriladi. Oddiy holatda bo'ladigan bo'lsa 40 ming so'm pul olishadi. Ya'ni bez ramka, mana bunaqangi shakllarsiz bo'ladigan bo'lsa 40 ming so'm. 70 ming so'mga 40 ming qo'shasiz, 110 ming so'm bo'ladi. Agar shakl beradigan bo'lsangiz, yana 40 ming so'm qo'shiladi. Vadimutsani, shpakilovkani puli bor. Ag'ib suyuq quyug'i to'g'risi 200 ming so'mga bitadi. Endi plastik qilmoqchi bo'lsangiz, plastik 40 ming so'mdan plastikni narxi, usta haqqisi 40 ming so'm. Ya'ni reka, peka hamma yo'q ichida 100 ming so'm pul hisoblasangiz bo'ladi. Endi mana ko'rib turganingizdek, bu alkafon emas, ko'rinishi lekin alkafonga o'xshaydi. Asli turkafon xizmati qilib berilgan. Eng arzoni 125 ming so'mdan qo'yishyapti. Biz sizlar uchun deyapti ustakalarimiz 110 ming so'mdan Toshkentga, Vodiyga bir xil narxda 110 ming so'mdan usta haqqi hamma yo'g'i ichida qilib berishadi. Boshingizni og'ritib o'tirmaysiz, o'zlari tayyorlab qilib berib ketishadi. Ekran nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Shu narxlarga arziydimi yo'qmi? Narxlarni to'g'ri hisobladimmi? Nima deb o'ylaysizlar ustalar? Kommentariyga yozib ketinglar.